Monex degan platforma chiqdi ekan, unga kirganlarning hammasini bo'yniga 50 milliondan kredit yozilib qolyapti. Hamma qo'rqqan, urto'polon, vahima, panika boshlangan. Asosan studentlar, yoshlar. Men sizlarga soddatillar tushuntiraman. Shu mavzuga oydinlik kiritamiz. Sizlar bo'lsa like bosasizlar, obuna bo'lasizlar, yaqinlarga yuborib qo'yasizlar. Obuna, like, yaqinlarga yuborish esdan chiqmasin. Ha jigarlar, haqiqatan ham Ipak yo'li bankiga tegishli bo'lgan Monex platformasi ishlab chiqildi. Kredit olsalaring bo'ladi, pul o'tkazmalarni amalga oshirsaring bo'ladi, lekin o kirdlaring sizlarga mana shunaqa yozuv chiqib qolgan. MyGo'dan tekshirlaringmi 50 million so'm turibdimi? Bu narsa boshlaringda, bo'yinlaringda kredit bor degani emas. Tepasiga qaranglar. Amaldagi shartnomalar degan narsa turibdi. Mavjud emas bo'lib turibdimi? Nomingizda hech qanaqangi kredit yo'q jigarlar. Ipak yo'li bankidagi xodimlar bilan gaplashdim jigarlar. Mana bu yerdagi turgan 50 million so'm, kimdirdagi 30 million so'm degani shuncha kredit olsangiz bo'ladi, misol uchun sizga shuncha kredit ajratishimiz mumkin degan prosta bir sizlarga eslatma xabar. Siz qachonki tasdiqlaysiz, balobatdan unchalik osonlik bilan kredit olib ketmaydi jigarlar. Vahimaga o'rin yo'q. Yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Davay kredit tarixini tekshirishni o'rgataman. MyGo'ga platformasigami yoki saytigami shunday kirasizlar, kredit tarixini olishga shunday kirasizlar, arizani topshirasizlar, o'zi 3-4 minutda chiqib keladi, tirsizlar. Shunday chiqqandan ko'rasizlar, sizlarda ham mana shunaqa holat turgan bo'lsa, bo'ldi. Nomlaringda hech qanaqangi kredit yo'q. Bekorga vahima qilayotganmisizlar? Davay, yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Vahimaga o'rin yo'q jigarlar. Boshda kelishganimizga obuna bo'lasizlar. Gapim cho'zilib ketdi, lekin kredit bunchalik oson olinadigan narsa emas. Timbol Ipak yo'lidagi katta bunaqa banklar hamma nomiga tarslatib kredit chiqarib tashlamaydi. O'zimda mantiqan o'ylab qaraganda ham 50 million so'mdan kredit olinganda ham 50 million sizning kartangizga tushgani yo'q-ku, to'g'rimi jigar?